Eng boy va saxovatpesha YouTuber haqida eshitganmisiz? James Donaldson yoki hammaga tanish bo'lgan nomi bilan tanilgan Mr. Beast YouTube'dagi eng mashhur va eng saxiy bloger. U millionlab dollarlarni odamlarga beg'araz tarqatadi, lekin u bu darajaga osonlikcha erishmagan. Mr. Beast YouTube'dagi faoliyatini 13 yoshida boshlagan. Ilk videolari hech qanday mashhurlikka erishmagan va u 5 yil davomida biror marta trendga chiqmagan, lekin u umuman taslim bo'lmagan. U YouTube algoritmini o'rganish uchun kunlab, haftalab vaqt sarflagan. Kunlardan bir kuni 100 ming marotaba Logan Paul deb aytib ko'raman degan videosi uning birinchi virus videosiga aylangan. Shundan so'ng u pul topa boshlagan. Hattoki birinchi bor YouTube orqali topgan 10 ming dollarini ko'chada ketayotgan bir insonga berib yuborgan. Shu ishi unga zavq berishini bilgach, u topayotgan barcha pullarni xayriya qilishni boshlagan. U uysizlarga uy sovg'a qilgan. U oddiy odamlarga mashinalar bergan. Hatto boshqa mamlakatlarga borib, turli xil kasalliklardan aziyat chekayotgan minglab insonlarga operatsiyasi uchun yordam bergan. Hatto pul ham bergan. Bugungi kunda u 300 milliondan ortiq obunachiga ega va uning saxovatpesharligi tufayli butun dunyo unga hurmat bilan qaraydi. Mr. Beast o'rnak olishga arzigulik inson. Siz buni bilarmidingiz?